terini xususiyatini yaxshilab, yosharish sirini aytaymi? Yoki oynada o'zingizni ko'rib, go'zalligingizdan xursand bo'lish sirini-chi? Eslab qoling. Kollagen va elastin. Bo'g'imlardagi pay va tog'aylardan olinadigan o'zimizning tilda jelatin deyiladi. Hozir men sizlarga juda ham bitta zo'r narsa tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Nafaqat go'zallashadi, balki kimni suvi yemirilishlari bo'lsa ham shifo topadi. Kerak bo'ladi mol jelatini 30 gram, 4 dona apelsin va 2 dona limon. Jelatinni ustiga suv qo'yib ivitib oling. Apelsin va limonni sokovijmalkadan chiqarib oling. Vitamin C kollagen so'rilish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Usiz so'rilmaydi kollagen. Ivigan kollagenni sokka ustiga quyib, yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka olib qo'ying. Mana shu bo'lakchalarni ertalab va kechqurun iste'mol qilsanglar, juda ham go'zal va sog'lom bo'lasizlar. Tarqatish bir marta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.